Hammaga salom, sizlar bilan Neobichniy. Bu birinchi videoyim. Bu videoda Minecraftda to'liq nastroyga qilamiz. Hozir sizlar bilan birinchi qiladigan ishimiz mana bu ko'z borku, o'sha ko'zni chiqaramiz. Buning uchun nastroyga kiramiz, keyin tovushni bosamiz. Keyin tovushni bosganda pastroqda kamera perspektiv buton degan bo'ladi. Mana shu. Men hozir o'chirdim, yana qaytadan yoqaman, mana yo'q bo'ldi. Yana nastroyga kiramiz. Yana o'sha tovushga bosamiz. Pastroqda bo'ladi. Keyin hozir yana yoqaman, mana yoqdim. Hozir yana paydo bo'ladi ko'z. Mana. Endi sizlar bilan joystickni to'g'rilaymiz. Shu nastroyga kirganlarda yana o'sha tovush bo'ladi. Tovushni bossanglar, mana o'zi birinchida turadi. 3 xil nastroyka bo'ladi. Mana customize'ni bossanglar, mana to'g'rilasanglar bo'ladi, kattalashtirsanglar bo'ladi. Ko'rinmas qilsanglar bo'ladi. Mana bu xiralashtiradi. Rangini xiralashtiradi. Mana bu size kattalashtiradi. Bunaqa bu yoqdagilar ham, sakraydiganlar ham shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi bular ham. Endi buni to'g'rilab olganimizdan keyin doneni bosamiz. Bo'ldi, saqlandi. Endi biz mana buni to'g'rilaymiz. Mana kompyuter rejim qilamiz hozir. Bu yerdan chiqamiz. Chiqqandan keyin nastroykaga kiramiz. Nastroykaga kirganda shu video degan bo'ladi, pastroqda video. Mana videoda mana bu sizlarda fancy bo'ladi yoki vibrant visuals degan bo'ladi. Simple ga tushirib qo'yinglar, bo'lmasa telefoningizga qotadi. Mana bu chunksni ham 8 qilib qo'yinglar yoki 6. Mana bu klassik qo'ysalar bo'ldi mana. Kompyuter rejim bo'ldi. Shunaqa chiroyli kichkinagina bo'lib qoladi. Ixcham. Keyin yana nastroykaga kirganimizda shu nastroykani oynasini kichraytiramiz hozir mana. Ko'rasizlar. Mana nastroykaga kirib olamiz. Keyin o'sha videoga kiramiz. Pastroqda bo'ladi. Pastroqda. Mana shu 67% qilib qo'yasizlar, 100% mana kichkinalash. Do'stlar, videomiz shulardan iborat edi. Yana shunday foydali va qiziqarli videolar ko'payadi. Agar videoni shu joyigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, like va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.